Qo'lda kim telefon qo'yapti? Srochno tog'dan zaifga tushdi. O'tganimizdan klinika telefon qo'yman mana. Boryapman deb. Necha kilometr? Shu yerda yaqin ekan. 8 kilometr ko'rsatdi, 10 minutlik yo'l. Xullas, dachada dam olib turibmiz. Dam ham o'g'ramiz, ishni ham qilamiz. Chaqiruv xizmatimiz bor bilasizlar. Toshkent shahar bo'yicha mana tog'ga ham chiqaveramiz. Hop, hozir o'zi kakrash o'tdi dedik, ketdik. O'rtoqlar arika qilib turibdi, qo'ldan kelsa yordam beramiz. Aka, nima bo'ldi? Soat bo'lmayapti, aka. Bo'ldi, ko'rib o'tamiz hozir, 1 minut. Tutdi uni. Bitta xit urdi menga. Shu suv qaynoldi. 230 oqjentra. 230 oqjentra keldim aka. Bo'ldi, mana hozir chiqamizdan qancha o'tadikda bekor o'tiramiz. Ha, ko'ring aka. 1 minut, 2 minut uzoq. Xo'p, xo'p. Ha, o'rtoqlar, mashina ochib qo'ydik. Sizlarga ham shunaqa xizmatlar kerak bo'lgan bo'lsa, Toshkent shahri bo'ylab hamda tog'ga chiqib, mashinangizni ochib, chiroyli qilib xizmat ko'rsatib beramiz. Ha, tayyor.